Qazo namozida ikkita gunoh bor ekan. Bittasi o'qimaganligini gunohi, bittasi vaqtida o'qimaganligi gunohi bo'lar ekan. Qazosini o'qigan bilan vaqtida o'qimaganligi qolar ekan. Vaqtida o'qimaganligini eplab bo'lmaydigani endi bu. Ana namozlarda ikkita yo'l bor. Bittasi o'qib qo'yadi, qazosini o'qiydi. Ikkinchisi o'rniga qo'yib oladigan holat yo'q. Vaqtida o'qimaganligi. Uning uchun istig'for aytadi, tavba qiladi. Namozda o'qib assalomu alaykum va rahmatulloh, assalomu alaykum va rahmatullohdan keyin ey Robbim, men shuni vaqtida o'qimagan edim. Endi keyin o'qidim, vaqtida o'qimaganligimni kechirgin endi deb yig'laydi Xudoga. Qazo namoz o'qiyotgan odam namozni o'qib qo'yib turib, endi namozni qazosini o'qidim-u, lekin vaqtida o'qiganmaganimni turibdi-ku endi. O'zing G'ofurur Rahimsan, sen mehribonsan Robbim, kechirgin meni endi shu xatoyimni deb yig'lash kerak bo'ladi odam. Mo'min degan shunaqa mukammal bo'ladi do'stlar. Shunaqa ko'zi yoshli bo'ladi, astayidil bo'ladi. Lekin shu odam yaxshi musulmon bo'ladi. Musulmonchilik oddiygina bir osongina bir o'yinchoq narsa emas u. Qanaqa yursam bo'ladi, musulmon desa bo'ldi desa, yo'q, unaqa emas. Musulmonchilikda halol, harom bor, makruh, shubha bor, axloq, odob bor, yaxshi yomoni bor, hammasini o'rniga qo'yib musulmon bo'lib yuramiz biz. Odob bilan, axloq bilan, sunnat bilan yurishimiz kerak bo'ladi.